Fatima opa bugun ilk bora o'zlari gapiradilar. Chunki qolgan ko'rsatuvlarda faqat tomoshabin edi. Yoshligimda san'atga juda ham qiziqardim. Gulnora bejiz aktrisa bo'lmagan. Gulnora xonim Qosimovani onalari sizdan zo'r aktrisa chiqadi. O'tirib kamera bilan gaplashib o'tirishayotgan ko'zlari bilan. Sevgi fazosinda uchganlar ko'pdir. Rahimjon akamning sirli likopchalari bor. Tom ma'noda uchadi. Mahliyo bo'ldik hozir hammamiz. Qanday yo guruchlar bilan oldindan kelishib olasizmi? Buxorocha osh, Samarqandcha osh, Toshkentcha osh, hammasini qilaman. Oxirgi mana qovoq. Hech kim qilmagan narsa bu. Hozir yarimta yangi narsa bo'ladi o'sha yong'oqdan. Unda o'sha oqqadir gul, bizning sevgimiz kabi butkul. Efirda To'raxonov shanba soat 19:00 da. Ketdi gul.